Kelinglar shuni raspakovka chek qilib, bitta kosmetikani deb butun boshi to'y buzilib ketgan qiz haqida gaplashamiz. Psixologiya fakultetida o'qigan ikkita gruppada sevishib qolishadi. 2 yil sevishib yurishadi. Qaranglar, baxmalda. Ular unashtirilgan, ota-onasi ham rozi bo'lgan u narsaga. Unashtirilgan 3-kursni bitirganda to'y bo'lishi kerak bo'lgan. Bolalar ishlaringlar, qizinglarga Guldoniga birorta shunaqa sovg'a ham beringlar-da. Butun o'toqlarga maqtanib chiqadi. Istoriyalar bangillaydi o'zi ham. Qanchaliga qani bismillah. Go'zallik baqirib yubordim. Uzr menga baqirmasdan video oling iltimos deganlar bor. Baqirmay, asbalka o'ynay qiz bo'laman. Test qilishga rosa udobniy ekan, bunday qo'yib olasiz ekan o'zingizga. Aynaga qarab pardozonni qilib olasiz ekan, zo'r ekan. Ashtabona yoqdi menga. 2 xil paletkasi bor mana. Garang, tenlarni yaxshi ko'radigan qizlarga mos keladi. Kosmetikalarni tugagan, o'qishga yangilashim kerak, olib bering degan. Bu bolaning ashpati yo kayfiyati yo'q bo'lgan, yo rostdan pul bo'lmagan shunaqa degan. Hozir seni ota-onang baxyapti, ota-onangni qarmoqdasan, bor, ota-onang olib bersa o'sha narsani o'zi kontraktni to'lashim kerak degan bola. Men buni pudra deb o'yladim, unaqa emas ekan, xaylatir ekan. Bu jid kitsen. Keyin u bolaga qayta olib berasizmi deb so'ragan. U bola yana qat'iy aytgan, ota-onang olib bersa, hozir men sen rasxodlaringni ko'tara olmayman, to'ydan keyin qilib berishim mumkin degan. Jidki rumyanasi. Mana qaranglar, asalligini. Keyin qiz bola bilan urushganda umuman gaplashmay qo'ygan, 10 kuncha umuman gaplashmay qo'ygan. Buni ham sen qilib ham rumyana qilib ham ishlasanglar bo'laveradi. Ikki xil rangda jidki bo'lgan qasi konturinga. Qiz o'ylab ota-onasiga aytgan, to'yni to'xtataman, menga kerak emas bu odam. Ertaga men oila qursam, men kasal bo'lsam yo menga nimadir bo'lsa, bu bola aniq ota-onamni oldiga jo'natadi degan. Bu bola ota-onasi ham hatto to'g'ri aytgan, o'g'lim, nimaga hozirlabdan qizingizni kosmetikasini olib berish kerak degan. Yana bu yerda 2 xil tush. Garang ekan. Menga eng yoqqani shu naborda pomadalari bo'ldi. Labimga rosa ham mos keladigan. Ayniqsa mana shu pomadasi yomon yoqdi, chunki buni qo'yganingizda shokolad ta'mi kelib turar ekan labingizdan. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.